iltimos qarab boring. Ha, opa, assalomu alaykum. Iltimos, pul berib boring. Qornim juda och. Lekin meni gadoy deb o'ylamang. Opa, turishingizni qarang. Qo'l oyog'ingiz ishlamaydimi? Borib ishlasangiz bo'lmaydimi? Qo'lingizdagi uzuvlarni qarang. Menda yo'q unaqa narsalar. Bu qo'lim ishlaydi-yu, bu qo'lim ishlamaydi-da, ukam. Opa, men bilmayman-da, uzr. Yuring unda, men sizni kafega olib boraman, qorningizni to'ydiraman. Pulni o'zini beravering. Uyda opa-singillarim borda, qonlari och. Ular tomog'imdan o'tmaydi-da. Opa, unda yuring, men sizga magazinga kirib yaxshi ro'zg'or qilib beraman. Uyda mazza qilib ovqat yeysiz. Voy ukam, pulni o'zini beraver. Sen olib boradigan magazinlar qimmat. Uyimning oldida Lider magazin borda, shu yerda hamma narsa arzon. Undan ham yaxshi. Men sizni ham uyingizga olib borib qo'yaman, ham o'sha do'konga kirib, hamma ro'zg'ori qilib beraman. Bahonada uyingizni bilib olaman. O'zim keyin sizga yordam berib, g'amxo'rlik qilib turaman. Voy bilya. O'sha pulni o'zimga beraver. Rasa ezmalandingda. Namcha yaxshi odam bo'lmasang, yaxshi odam bo'lma unaqa. Opam, qadim zamonda bir shoh bo'lgan ekan. U shohdan so'rashibdi, "Nechta do'sting bor?" deshganda, u shoh aytgan ekan, "Men taxtdan tushgan kunim nechta do'stu dushmanim borligini bilib olaman" degan ekan. Biling, bu gaplar nima aloqasi bor hozir? Opa, bilmadim, prosta aytdim. Buni qo'y ukam, puldan cho'z. O'zi cho'mchagimda bir tinim ham yo'q. O'zi cho'mchagim ham yo'q. Prosta men ham zerikib yotgandim, qarasam siz chiqib qoldingiz. Gap sotmay o'l. Yeyule xachapa otming ber. Maras. Opa, bitta qo'lingiz ishlamasdi, bitta oyog'ingiz oqsirdi. Nogironmas ekansiz-ku, opa. Moshennik ekansiz.